Bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram imoda yozing. To'kilgan sochlarni ham qaytarish ilojisi bor. Eslatib o'tamiz, har juma kuni Rossiyaning barcha shaharlariga bepul yetkazib beramiz. Qur'oni Karimni oyog'i bilan bosgan yigit. Bu voqea Turkiyada bo'lgan. Turkiya musulmon bir davlat. Buni barchamiz bilamiz. Ammo har davlatda bo'lgani kabi, ularda ham Xudoni inkor qiladigan odamlar yo'q emas. Bir yigit har doim do'stlariga men Xudoga ishonmayman deya ochiq Allohni inkor qilib yurar edi. Kunlarning birida bu badbaxt oshirib yubordi. Allohni inkor qilgani yetmaganiday masjiddan Qur'oni Karimni chiqarib, qishloqni bir chetiga olib borib, Qur'oni Karim ustiga oyog'ini qo'yib rasmga tushadi va do'stlariga yuboradi. Bu rasmni ko'rgan do'stlari juda ham xafa bo'lib, bu badbaxt bilan do'stlikni bas qilishadi. Oradan bir oy o'tib, bu bola bolnitsaga, ya'ni kasalxonaga tushadi. Ilgari do'sti bilan bir yigit uni ko'rgani boradi. Borsa, bu badbaxtni yuzi yonib ketgan ekan. Odamlarga ibrat bo'lishi uchun rasmni olib internetga yuklaydi. Shunda insonlar agarda Alloh urmoqchi bo'lsa, unga o'qlov kerak emas deya izoh qoldirishadi. Bu voqea xuddi shunday ish qilayotganlarga ibrat bo'lsin.